أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وإليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم رحمة الله. Kavakda qabristoni bir bo'lakda yotgan barcha mamnun yetimlarni ichilariga. Bu yerda yotgan akamiz rahmatulloh yetimga mutlaq. Ukamni turlarni ruhlari yo'qlashlar. Bu yerda yotgan sohib opamni ruhlariga rahmat qildim. Hammalarni shu bo'yicha yotgan hamma ruhlarini shifoat oxiratdan obod qildim. Qiyomatda yuzlarini rohatligini Misol ko'prigida o'shan matnga olgan payg'ambarni shahodat qilsalar, seni rahmating bilan, payg'ambar shahodati bilan misol ko'prikdan inson o'tib, payg'ambar qo'li habisa suvida ichib yuvinib, tariq sujaman farq ko'rsatdi. Qolganlarga sabr jamila ato qilgin Parvardigor. Hammalar ishlariga rivoj etsin. Ruhlari shod, oxiratini omad qilgin. Sizlar avvalgi og'irda biz kelamiz vaqt qiyomatda ko'rishguncha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma a'inna ala shukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka an taghfira lana bika tawakkala alayka misla alika khayr. لا أخلاق ولا ترجم عن جلوك اللهم إيانا بالصالح والعذاب كيف أقول الله أكبر. بعد ما ذكر الأبيات كلا الأبيات الله رحمه الله تصاب من يوت